Assalomu alaykum. Xayrli kun, omonmisizlar. Hozir ertalabdan bir ajoyib ma'lumotni ulashmoqchi edim. Yaxshi insight. 1950-yil Yaponiya butunlay vayron bo'lgan, shaharlar butkul yonib kul bo'lgan. Yaponlar urush davomida boshqa millatlarga qaraganda oxirgi 200 yil ichidagi eng ko'p yoshlarini yo'qotdi. Yaponiya hukumati sanoat va ta'lim hamjamiyatlari rahbarlarini yig'ib, jamiyatni birlashtiruvchi, milliy qadr-qimmatni tiklash va Yaponiyaning iqtisodiy farovonligini ta'minlovchi rejani ishlab chiqishga bag'ishlangan majlis o'tkazdi. Bu majlis ko'pchilik eshitgan. Oxir-oqibat 50-yillarda Yaponiyaning maqsadi mato gazlama ishlab chiqarishda dunyoning birinchi raqamli davlatiga aylanish edi va bunga 10 yil ichida erishishdi. Demak, 50-yil boshida maqsad qo'yapti. Mato gazlama ishlab chiqarish bo'yicha dunyoning eng kuchli lideriga aylanamiz deb va 10 yil davomida erishdi. Diqqatni bitta joyga jamladi butun davlat. 1960-yilda yana bir majlis o'tkazishdi. Unda shunday savol o'rtaga qo'yildi. Keyingi 10 yillikdagi maqsadimiz qanday bo'ladi? Yaponlar kelgusi 10 yillikda imkonsiz orzuga erishishga qaror qilishdi. Bu po'lat ishlab chiqarishda dunyodagi eng yirik davlatga aylanish edi. Nimaga buni imkonsiz deyapmiz? Chunki Yaponiya tabiiy yer osti boyliklariga po'lat jihatdan ham boshqa bir jihatdan ham deyarli ega emas. Yaponiyada sement bor, yana bir nechta qo'l bilan sanasi tugab qoladigan tabiiy boyliklar bor, lekin qimmatbaho rangli metallar yoki po'latga o'xshagan narsalar yo'q. Na ko'mir, na neft, na temir rudasiga ega edi. Maqsadga erishish uchun ular tabiiy yer osti boyliklarini ham, xomashyo mahsulotlarini ham minglab kilometr masofadan olib kelishlari kerak edi. Zamonaviy po'lat zavodlarini qurib, oliy sifatli po'lat ishlab chiqarishlari va uni minglab kilometr masofaga qayta quvvatlab turishlari, so'ng uni raqobatda bardosh narxda sotish kerak edi. Ya'ni juda ham qiyin. Lider bo'lish qiyin. Tamoman ilojsiz. Shuningdek, ular qanday imkoniyatga ega ekanliklariga qarashmayotgandi. Ya'ni ular resursga qaramayapti, maqsadga fokus qaratyapti. O'zlaridagi iroda, qat'iyat hamda zavq-u shavqqa to'la yoshlariga ishonayotgandi. Shunday qilib, ular o'z maqsadlariga erishib, po'lat ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi ilk shirkatga asos solishdi va o'sha paytda, demak, 10 yilda bu maqsadlarga erishdi. 70-yil yana bir majlis o'tkazishdi. Kelgusi 10 yillikda maqsadimiz avtomobil ishlab chiqarish sohasida dunyoda birinchi raqamli davlatga aylanish. Bu maqsadga erishish vazifasi qo'yildi va Yapon avtomobillari Osiyo, Yevropa, Amerika, qo'yinki butun dunyoga tarqaldi. Amerikadan bir nechta dunyoning rivojlangan davlatlaridan mashina ishlab chiqarish bo'yicha tajriba almashishgan zavodlar olib kelib qurishgan, o'sha Toyota bo'lsin, boshqasini ko'pchilik xabar bor. 70-yillar boshlarida qurilib boshlagan, 79-yillarga yaqinlashib dunyoning eng liderlariga aylanib bo'lgandi. Haqiqatda qoyil qolish kerak. 1980-yilda ham an'anaga muvofiq yangi maqsad aniqlashtirib olindi. Biz elektronika va kompyuter ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi yetakchi davlatga aylanamiz. Shunday qilib, yaponlar o'zlarining barcha aniq maqsad va orzularini asta-sekinlik bilan amalga oshira boshlashdi. Demak, aniq tasavvur hamda belgilangan maqsad egalari quyidagi jihatlari bilan boshqalardan ajralib turar ekan. Maqsadlariga erishishadi va orzularini ro'yobga chiqarishadi. Men nima demoqchiman? Bu bir davlat miqyosida diqqatni bir joyga jamlab harakat qilishlik qanchalik natija berayotgan bo'lsa, individual inson miqyosida ham, bir insonning shaxsiy hayotida ham xuddi shunaqa qoida ishlaydi. Ya'ni siz hozirgi holatingizga juda ham ko'p e'tibor berib, hozirgi holatingizdan kelib chiqib kelajakka maqsad qo'ymang. Ba'zi bir imkonsiz tuyulgan narsalar yillar o'tib Xudo bergan ne'mat, imkoniyatlar bilan amalga oshib ketadi. Demak, fokusni, diqqatni maqsadga qaratish kerak ekan va aniq maqsad qo'yib olish kerak ekan. Hamma narsaga chalg'imasdan, hamma sohadan birdaniga birinchilikka, eng yaxshi holatga o'tishga shoshilmasdan, shoshqaloqlik qilmasdan, demak, sekin astalik bilan
inson hayotining turli jabhalarini isloh qilib borish kerak ekan demoqchi edim. Kattakon rahmat, kuningiz xayrli o'tsin. Salomat bo'ling.